Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bugun biz batafsil nasib bo'lsa imkoniyat boricha uzoqroq zontiklar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yuqorida ko'k, yuqoridagi qizil. Mana shu eni 3, uzunligi 4,5 metrlik zontigimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda ham katta joyni egallaydi bu. Pastki qismiga avtomobil qo'yishingiz mumkin. Mana shunaqangi do'kon qilib ishlasangiz bo'ladi, meva-cheva sotsangiz bo'ladi, bozorda tijorat qilsangiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Eni 3, uzunligi 4,5 metr bo'ladi. Buni ochilgan variantini men ko'rsatib o'tyapman hozirda. Endi siz o'zingiz joyiga qarab aytaverasiz. Xo'p, biz endi zontiklar bilan nasib bo'lsa bittalab tanishib chiqamiz. Dastavval birinchi bo'lib boshlaydiganimiz 3x2 bo'ladi. Eni 2, uzunligi 3 bo'ladi. Hop. Tanishtirib o'taman. 3x2 zontigimiz ko'k rangligi bor va yashil rangligi bor. Hop, bularni mana yuqori qismi temirdan ishlangan va oyoq qismi temirdan ishlangan. Eni 2 bo'ladi, uzunligi 3 metr bo'ladi va yuqori qismida ikkita shoxi. Hop, yuqori qismlarida ikkita shoxi bo'ladi, 3x2 deyiladi bu. Ustidagi bitta shoxli bo'lsa, bu 3x3 bo'ladi. Hop, 3x2miz ikkalasi ham xuddi shunaqa. Mana yuqori qismi ham temirdan ishlangan, pastki qismi ham mana temirdan ishlangan. Ilgari bilsalaring, yuqori mana bu qismi bilan oyoq qismi plastmassadan ishlangan bo'lar edi. Va ustidagi ranglarini sarg'imtir rangi bor va mana bunaqangi ko'k rangligi bo'ladi. Endi bularni tenti bizni quyoshdan asraydimi desalaring, mana marhamat ko'rishlaring mumkin. Mana bu tent, mana bu salqinlik. Ko'rishlaring mumkin. Ko'ki ham shu. Mana bu ko'k, mana bu salqinlik. Ya'ni oftob o'tkazmaydi, quyoshdan salqin qiladi, yomg'ir umuman pastga o'tkazmaydi. Endi siz tentni uzoqroq ishlataman desangiz, yozda biz alohida bo'z sotamiz. Ana shu bo'zni olib ishlatasiz. Hop, keyingi zontigimizga o'tamiz. Keyingi zontigimiz 3x3. 3x3 da yashili bor, ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari, ya'ni bu tilda bizning tilda aytganda qaymoq rang deyiladi. Sarg'imtirroq bo'ladi. Endi oppoq emas bu. Va undan tashqari mana ko'rishlaring mumkin. Hop, ortki tarafda ekan. Yana bir xil 3x3imiz bor. Element svetli 3x3imiz bor do'stlar. Xo'p, endi bularni ham oddiyroq qilaman sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Mana 3x3imiz. Yuqori qismi temirdan ishlangan, oyoq qismi temirdan ishlangan. Qolganlarini ham ko'ramiz. Qolganlari ham xuddi shunaqa mana. Yuqori qismi ham temirdan ishlangan, oyoq qismi ham temirdan ishlangan. Yashili ham xuddi shunaqa. Yuqori qismi ham temirdan ishlangan, pastki oyoq qismi ham temirdan ishlangan. Ya'ni 3x3larimiz xuddi shunaqa. 3x4,5imizni endi 3x4,5larda nima desam bo'ladi? Sal rus tilida aytganda V1 bo'ladi, o'zbek tilida tanlovi ko'proq. Mana oqi bor, undan tashqari to'qi bor, undan tashqari kurrangi bor. Kurrangini yana boshqacha nimasi bor. Keyin xullas ustidagi tenti mana ko'rib turganlaringda ko'ki bor va sal to'qroq ko'kligi bor. Undan tashqari juda ham to'q ko'ki bor va qizili mavjud. Xo'p, 3x3larimizga keladigan bo'lsak, 3x3larimiz ham shu. Ustidagi tentini qizil rangligi bor va ko'k rangligi bo'ladi do'stlar. O'zi boshqacha ranglilari ham bo'ladi, lekin eng ko'p sotiladigani ko'k rangligi bo'ladi, chunki salqin ko'proq bo'ladi. Qizil ham sotiladi, lekin kamdan kam odam oladi. 3x4,5da mana ko'k rangligi ham bor mana. Xo'p, endi 3x4,5larimizni mana dastavval bu to'r qirraligini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu to'r burchak, 1 2 3 to'r burchak, bu yonida turgani 6 qirrali 6 burchak deyiladi. Yana ko'rishlaring mumkin. Mana buni yuqori qismi plastmassadan ishlangan. Oyoq qismlari ham plastmassadan ishlangan. Keyingi zontigimiz yuqori qismi temirdan ishlangan, oyoq qismi temirdan ishlangan. Keyingi zontigimiz ham xuddi shunday. Yuqori qismi temirdan ishlangan va oyoq qismi temirdan ishlangan. Keyingi zontigimiz mana yuqori qismi temirdan ishlangan,
oyoq qismi temirdan ishlangan. Endi men sizlarga bitta narsani hozir ko'rsataman. Balki bu sizlarga bilinadi. Ikkala zontik yaxshilab e'tibor qaratamiz. Ko'rinishi bir xil, ranglari ham bir xil, tuzilishlari ham bir xil. Lekin bittasi qimmat. Albatta endi buni o'zingiz mana shu videodan ko'rib tushunib olasizga umiddaman. Xullas kalom, bu eni 3 mana uzunligi 4,5 metrlik zontigimiz mana. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorida joylashgan. Kombinatdan mana kirish bu. Kirganingizda 103 dan maslahat turadi. Shuni to'g'risida ikkita zonti ochilgan, biri ko'k, biri sariq. Telefon raqamimiz 90lik 585 65 65, yana bir raqamimiz bor 91lik 664 63 63 raqamlari. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Albatta narxlarini kelishamiz. Narxlarini Telegram orqali mana shu raqamlarga yozsalaring aytiladi. Telefon qilsalaring ola olmay qolsak, buni sababi biz savdoda ishlaymiz. Xaridorlarga qarashimiz zarur. Shu holat bo'lib qolsa telefonlariga javob bera olmaymiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Nasib bo'lsa yana videolar qilamiz degan umiddaman.